Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Do'konimizda mana bugungi obzorimizda yangi assortiment hisobida kirib kelgan 254 mini traktorlarimizni bartavoy tashqi silindrli variantini hozir narxlari va ma'lumotlarini aytib o'tib ketamiz akalar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimizni aytib o'tib ketamiz. Birinchi manzilimiz Namangan viloyati Pop tumaniga qaraydi. Mana shu Sadoqatda Perval yo'lda joylashgan bo'ladi akalar. Video tagiga raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Lokatsiyalar ham tashlab beriladi keladiganlar uchun. Xo'sh, obzorga keladigan bo'lsak, bu traktorimizni 254 traktorlarimizni ot kuchini aytamiz. Ot kuchi 25 ot kuchli bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek 3 porshilli 25 ot kuchli traktorimiz hisoblanadi. Bu traktorimiz Kite brendiga tegishli bo'ladi. Yangi traktorimiz hisoblanadi. 2025-yil 7-oyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Xo'sh, balonlari oldi orqa baravar tortadi akalar. Rollari gidravlika holatda, tablolari ham mana chiroyli qilib ishlangan. Aniq ko'rsatib turadi. Salar kaboklari ham mana shu tabloni tagiga, tabloni tepasiga qo'yib ketilgan. Bemalol zapravkaga kirib ham shu yerdan zapravka qilib chiqib ketsalaring bo'laveradi. Skorslari 254 bo'lsa ham avtomat korobkali bo'ladi. Ko'pchilik buni reversli deydi. Oldiga 4 ta, orqaga 4 ta tezlik skorslari mavjud bo'ladi. Balon razmeriga qiziqadiganlar bo'lsa, balon razmerlari 11.2 ga 24 balonlar bilan hamda 650 ga 16 balonlar bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Bu traktorlarimizda 60-70 agatlarga moslab bemalol ishlataverasizlar. Keyin qo'shimchasiga oldidagi toshlari ham ancha og'ir katta toshlardan qo'yilgan. Yana orqa balonlarga ham qo'yib ketilgan. Motorlarini, akkumulyatorlarini ko'rsatib o'tamiz. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorlardan qo'yib ketilgan akalar. 3 portion 25 ot kuchli lidi motorlar bilan jihozlangan. Soatiga 2,5-3 litrdan 4,5-4 litrgacha, maksimal 4 litrgacha rasxod qiladi. Yana nagruzka bilan akalar o'zgarishi mumkin oz-moz. Xo'sh, orqa qismlariga keladigan bo'lsak, ichki bartavoy dedim. Mana ichki bartavoy tashqi silindrli nasosli varianti akalar. Mana nasosli bosadigan, ko'tarib tushiradi hamda bosadi. Ichki bartavoy. Xo'sh, ko'rib turganlaringdek korobkalari ham akalar ancha katta korobkalar bilan jihozlangan bo'ladi. O'tgan yilgi traktorlarimizning korobkasi umuman bunaqa emas. Bulardiki juda boshqacha katta korobkalar bilan jihozlab qo'yilib kelingan akalar. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Mana shu traktorimizning orqa ko'rinishi, yon ko'rinishlari obzor akalar. Ko'rib turganlaringdek navesli variantda bo'ladi. Xohlasalaring bemalol o'zlaring kabina o'ratib olsalaring bo'laveradi, lekin zavodskoy bez kabina hisoblanadi. Xudo xolasa bahorga, sezonga kabinali traktor, har xil traktorlarimiz yetib keladi akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Agar kichkinaroq joylarga kirmoqchi bo'lsalaring, mana shu kabinalarni, naveslarini yechib qo'yib bemalol kirsalaring bo'laveradi. Traktorimizda endi narxiga keladigan bo'lsak akalar, traktorimizning narxini $9,100 qilib beramiz. Narxiga arziydigan sifatli texnika hisoblanadi akalar. Ichki bartavoy tashqi silindrli korobkalariga garantiyalari bor akalar. 1 yil garantiyalarini qilib beramiz. Ishlashlariga, sifatiga gap yo'q akalar. Yangi brendda kelgan bularimiz. Agar freza yoki pluglar kerak bo'ladigan bo'lsa ham, frezalarimiz 1.40lik frezalarimiz bor hozir sotuvda. 1.40lik $600 dan aylanma pluglarimiz kelgan akalar. $900 dan 2 korpusli aylanma pluglarimiz, $800 dan baraban diska pluglarimiz. Xo'sh, hammasi zavodskoy Xitoydagi akalar. Biz texnikalarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Oz-moz kamini qilib beramiz. Mana shu hozir kapotini yopib bitta ko'rsatib beraman. Kanalimizga obuna bosib akalar qo'llab-quvvatlab turamiz. Video yoqqan bo'lsa, mana
Telegramdan murojaat qilsalaring, ponni ma'lumotlari, obzorlari, rasm, videolari hamma joyini tashlab beriladi akalar. Undan tashqari, keyingi obzorlarimizda kommentariyalarga qaysi traktorda obzor qilishimizni yozib ketsalaring akalar, bemalol kommentariyalarga yozib qo'ysalaring, o'sha sizlar aytgan traktorlarda obzorni qilib chiqaramiz. Hamma o'z fikrini kommentariyalarga yozib qoldiraversin akalar, bemalol.